Men 10 mingta jetinni FNAFda yashashga olib qolaman. Ularning vazifasi 5 kun animatroniklar hujumini qaytarish kerak bo'ladi. Tasavvur qilib ko'ring-a, tun soat 6 bo'lmasdan tugab qolsa, bu bo'lishi mumkin. Chunki men o'tgan qismda soat 5 da ketib yuborgandim va sizlarga juda yomon bo'lgan edi. Mayli, jahlingiz chiqmasin, o'yinni boshlaylik. Hoy, do'stlar, o'yinni boshlamasdan turib qo'rqyapsizlarmi? Qo'rqmasangizchi, nimadir noto'g'ri ketsa eshikni eshik yo'qmi? Tushunarli. Xo'sh, unda biz, hoy, tinchlansangiz-chi, sizlarga nima deyapman? Hoy, sizlar ham buni eshityapsizmi? Bu qanday ovoz bo'ldi? Tekshirish kerak. Hech tushuna olmayapman. Bu ovoz qayerdan kelyapti? Ovoz borgan sari yaqinlashib boryapti. Bu men o'ylagan narsa bo'lmasin. To'xta! Jin ursin, endi animatroniklar o'g'irlay oladimi? Hoy, qayoqqa? U jitellar bilan nima qilmoqchi? Hoy, la'nati. Menimcha bizda kichik muammolar bor. La'nati. Xo'sh, jitel, endi meni yaxshilab tingla. Sening vazifang ularni chalg'itish yoki meni qo'limdan olasan yoki ularning qo'lidan. Xullas tanloving yo'q. Qani yo'qol bu yerdan. Rejam har doimgidek ish berdi. Do'stim, yaxshilab chalg'it, balki tirik qolarsan. La'nati, uni o'rab olishdi. Endi u tamom bo'ldi.